Assalomu alaykum, xayrli kun barchalarga. Bir kunda 1 kiloga ozishni xohlaysizmi? Unda bo'lsa, menga obuna bo'lib, ehm, mana shu videoyimni ozolmayotgan, ozishga qiynalayotgan tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Sizlarga hozir просто tak aytib ketaman, lekin tayyorlanishini, ko'rinishini va qaysi payt ichiladi hamma retseptlari bilan men sizlarga keyinroq yana qo'yib beraman. Sut, ko'k choy, qora choy va oddiy suv aralashmasi. Bu sizni och qoringa ertalab va kechqurun payt ichganingizda sizni bir kunda 1 kiloga vес tashlashingizga yordam beradi. Bu videoni to'liq sizga ertaga qo'yaman, to есть shu videolarim kimgadir foydali bo'lsa, men juda ham xursandman. Allohga omonatsizlar. O'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar.